Assalomu alaykum. Hurmatli ulug'norning zabardast, olijanob insonlari, hurmatli nuroniylar, hurmatli Zamiraxon. Mana bugun Ulug'nor tumanida judayam biz kutgan voqelik bo'lyapti. Bu ham bo'lsa, mana viloyatimizda va nafaqat viloyatimizda, vodiyni adabiy muhitida alohida o'zini o'rni bo'lgan, respublikamizda ham taniqli, ajoyib, anjomparast, vatanparvar shoiramiz Zamiraxon Ro'ziyevaning kitobini taqdimotiga yig'ilganmiz hammamiz. Biz ham rejalashtirgan edik bu tadbirni birga o'tkazishga, ammo endi hayot bu. Shuning uchun ko'nglimizga taskin berayotgan narsa bu tadbir bo'lib o'tayapti. Men ana shuning uchun Zamiraxon sizni eng avvalo, qolaversa mana shu kitobingizni qahramonlari bu yerda o'tirishibdi. Mana shu Saidahmad o'zini Ufq romanida kuylagan ajoyib shijoatkor insonlar bo'lmish ulug'norliklarni huzurida o'tkazilayotganligi bu juda katta ramziy ma'noga ega. Bilasizlarmi, Zamiraxon, siz ayniqsa o'zi juda sermahsul ijodkorsiz. Ayniqsa keyingi yillar mana nuroniy demak savdoshlarimizni, respublikamizdagi mana shu faol nuroniylarimizni ishlarini, ularni hayotini yoritishda hech kim qilmagan ishni qildingiz va o'zingiz ham ko'rdingiz, qanday ajoyib vatanparvar insonlar bular. Mana shuning uchun sizga alohida butun nuroniylar jamoatchiligi nomidan, qo'yingki butun xalqimiz nomidan o'zimizni mana shu kitobingiz uchun minnatdorchiligimizni bildiramiz. Men hali nimaga siz anjomparast dedim. Bilasizmi, meni vasfimda Andijon degan kitobingiz Andijonda haqiqiy yaxshi ko'rgan insonlarini, demak stolning ustida doim turadigan, yonida doim birga olib yuradigan kitobiga aylangan. Mo'jazgina kitob bo'lsa-da, unda juda ko'p pir ma'noli kitobki, u har bir o'qigan odamda bir vatanparvarlik his tuyg'ularini jo'shtiradi desam juda to'g'ri aytgan bo'laman. Endi aynan Ulug'norda bo'lgani, bilasizmi, Ulug'norda ajoyib irodali, ajoyib insoniy fazilatlari kuchli, zabardast insonlarni yurti hisoblanadi Ulug'nor. Menimcha juda katta ramziy ma'no bor. Sizni kitobingizni aynan mana shu tumanda taqdimotini o'tkazilishi, bilasizmi, ana shu 30 ta nuroniylar to'g'risidagi lavhalaringizni 9tasi andijonliklarga bag'ishlangan. Ulardan nafaqat 9 ta, o'nlab, yuzlab bunaqa nuroniylarimizni alohida mehnatlarini e'tirof etsak bo'ladi. Sizga yana bir marta juda katta ijodiy yana yuksalishlar tilaymiz. Siz aytishingiz mumkin, iya menga deb, ha, siz chunki doim izlanuvchan, yoshingizdan boshqa qat'iy nazar izlanuvchan ijodkorsiz va sizni biz nafaqat hurmat qilamiz, biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Ana shu men nuroniylarimizni fikrini ifoda etgan bo'lsam kerak va alohida yoshlarimizga aytmoqchiman. Sizlar mana shunaqa yurtni, mana shunaqa farzandlari bor, mana shunaqa shoirlari bor, shunaqa nuroniylari bor, yurtning farzandisizlar. Mana shu Andijonga xos, O'zbekistonga xos farzandlar bo'lib voyaga yetinglar. Doim vatan tuyg'usi sizlarni tark etmasin. Barchalarga shu tadbir muborak bo'lsin. Sog'lik, omonlik va yurtimiz ravnaqi yo'lidagi mehnatlaringizda katta muvaffaqiyatlar tilayman.